Assalomu alaykum. 125-mavzu unumdorlik. Birinchi misoldan boshlaymiz. Usta jami nechta buyum yasaganini aniqlang. 1 soatda 3 tadan ko'za yasab 7 soat ishladi qaranglar. 1 soatda 3 ta ko'za yasasa 7 soatda qancha yasashini topishimiz uchun 3 ko'paytiramiz 20 ta yasaydi. Bir kunda 12 ta yasasa, bir kunda 12 ta yasasa 6 kun ishlabdi. 6 kunda qancha? 12 ga ko'paytiramiz barobar 72. Mana shu unumdorligi. Keyingisi. Usta bir kunda jami nechta buyum yasaganini aniqlang. 25 kunda 300 ta. Qaranglar, 25 kunda 300 ta yasagan bo'lsa, bir kundagini topishimiz uchun 300 ni 25 ga bo'lamiz. Barobar 1 keyin 12 bo'lar ekan. 12 ta. 18 kunda 216 ta bo'lsa, bitta kunda topishimiz uchun 216 ni 18 ga bo'lamiz. Barobar 1 dan beramiz. 36 2 ham 12 ta ekan. Endi jami nechta bo'lganligi uchun 12 ni qo'shamiz. Jami 24 ta yasaydi. Vaqt birligi ichida bajargan ish mehnat unumdorligi deb ataladi. Unumdorlik tarkibi birlik, dona, soat, kilogramm, minut, metr, taqsim sekund bilan belgilanadi. Qadoqlash mashinasi 1 soatda quti shokoladni qadoqladi. Ya'ni uning unumdorligi 430 soatiga dona, bitta dona 430 dona 1 soatda qiladi degan ma'noni anglatadi. Shu keyingisi 3-ga o'tamiz. Har bir holatda unumdorlikni toping. Unumdorlik asfalt tekislovchi mashina 1 soatda 60 metr yo'l tekisladi. Qaranglar mana. Unumdorligi 60 metr taqsim soat bo'ladi. 1 soatda 60 metr yo'lni nima qiladi? Tekislaydi. 1 minutda 60 ta belgi yozilsa, 60 belgi 1 minutda, minut deb yozib qo'yamiz mana. Usta bir kunda 4 ta idish gul chizadi. 4 ta gul necha kunda? 1 kunda. 1 kun deb qo'yamiz. Mana shunday. 4-gul bosuvchi avtomat 5 soatda 735 ta likopcha gul bosadi. Usta esa qo'li 9 soatda 3 ta likopcha gul chizadi. Avtomatning unumdorligi ustaning unumdorligidan qancha necha marta katta? Demak, qaranglar, 5 soatda 735 ta likopcha gul yasasa, buni 5 ga bo'lamiz. 1 soatdagisini topib olish uchun 1, 23 ichida 4, 147 ta bo'lar ekan. Keyingisiniki 9 soatda 3 ta likopcha yasabdi. 9 soatda 3 ta. Buning unumdorligi 1 soatdagini topganimizda 3 ni 9 ga bo'lamiz, barobar 3 dan 1 bo'ladi. Ya'ni 3 dan 1 qismini bo'ladi. 1 soatda 3 dan 1 qismini. Endi buning unumdorligi, qancha ko'p deyilgan bo'lsa 147 tani qaranglar. 3 dan 1 ga bo'lganimizda uni 3 ga ko'paytirish bo'lib ketadi mana. 3 dan 1 ga bo'lamiz. 147 ko'paytirilgan nima bo'lib ketadi? 1 dan 3. Ya'ni ko'paytirish bo'lib ketadi. chiqdi. Necha marta? 441 marta ketdi. Avtomat 1 soatda ustaga nisbatan nechta ko'p likopcha gul bosadi? Nechta ko'p deydigan bo'lsa, ayirib qo'yamiz shuni. Necha marta ketdi? 441 marta ketdi. Usta bir oyda 15 ta ko'zaga naqsh chiza oladi. Agar shunday unumdorlik bilan ishlasa, 1 yilda qancha? Qaranglar. 1 oyda 15 ta bo'lsa, 1 yilda necha oy bor? 12. Demak, 12 ni 15 ga ko'paytiramiz. Barobar nima bo'ladi? 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 180 chiqadi. 180 ta chizar ekan. Keyingisi 6-chi. Kompleks masalalarni yeching. Har bir band uchun ifoda tuzing. Idishlarni tashish uchun ustaga bo'yi, eni, balandligi bo'lgan qutilar kerak. Bunday qutining hajmini toping deydigan bo'lsa, qaranglar, hajm topganimizda A ko'paytirilgan B ko'paytirilgan C barobar 35 ko'paytirilgan 28 ko'paytirilgan 14 bo'ladi. Mana shunday bo'ladi. Endi buni topganimizda
ko'paytirib chiqamiz. 35 ni 28 ga ko'paytiramiz, keyin 14 ga ko'paytiramiz. Hozir javobini yozaman. Shunda hajm kelib chiqadi-da. 13720 bo'ladi. Santimetr kub buning hajmi. Bir idish karton 12 ta quti yasash mumkin. Bir list kartonda 12 ta quti yasash mumkin. 48 ta quti yasash uchun nechta list karton ketadi? Bu A edi. Endi B sini topganimizda 48 ni 12 ga nima qilishimiz kerak bo'lamiz? Barobar 4 ta karton kerak bo'lar ekan. D siga o'tamiz. Bir qutiga bitta choynak va 6 ta piyoladan iborat to'plam joylashadi, ya'ni 7 ta. 48 ta to'plam uchun qancha piyola kerak bo'ladi? Qancha piyola deydigan bo'lsa, bitta to'plamga 6 ta bo'lsa, 48 to'plamdan topish uchun 10 tani 48 ga nima qilamiz? Ko'paytiramiz. 6 kare 8 48 4 288 ta bo'lar ekan. Ustaning omborida 152 ta piyola bor. Bu to'plamlar uchun yana nechta piyola yasash kerak? Buni topishimiz uchun mana 288 dan ayiramiz. 152 ni barobar 136 ta yana yasash kerak piyola. Ushbu likopchaning naqshi qanday geometrik shakllardan tashkil topgan? Bu shakllarning qaysilari muntazam? Qaranglar, yaqinlashtirib yaxshilab kitobga qaraydigan bo'lsanglar, bu yerda to'g'ri burchak bor. 3 burchak bor. 1 2 3 4 5 6 7 8 burchak bor ekan. Keyin mana bu yulduzchali bor-ku, bu ham muntazam hisoblanadi. Bu likopchaning kvadrat shaklidagi qutiga joylash kerak. Agar likopchaning radiusi 15 sm bo'lsa, qutining o'lchamini toping. Qaranglar, mana shu yerga ishlayman. 7 ning B-sini mana aylanadi deb tasavvur qilinglar shuni. Mana shunday kvadrat shaklidagi qutiga joylashimiz uchun aylananing radiusi bo'lsa, bu tomonga 15 sm kerak. Bu tomonga ham 15 sm bo'lishi kerak. Tepaga ham pastga 15 sm, ya'ni kvadratning tomoni nimaga teng bo'ladi? 15 ga 15 ni qo'shamiz. 30 sm ekan. Keyingisi qulay usulda hisoblang deydi. 8-chi. Qulay usulda hisoblaganimizda qanday hisoblaymiz? Qaranglar. Ochib chiqaman. 2 ni har bittasiga ko'paytirib chiqaman. 2 ni 400 ga ko'paytiraman. 800 bo'ladi. 2 ni 70 ga ko'paytiraman. Nimaga teng bo'ladi? 140. Keyin 2 ni 4 ga ko'paytiraman. 2 ni 2 ga ko'paytiraman 4. Bu ham 944 chiqar ekan. Keyingisi ham shunaqa. 6 ni 700 ga ko'paytiraman. 4200. Qo'shilgan 6 ni 90 ga ko'paytiramiz. 540. Qo'shib 6 kare 7 42. Endi osongina qo'shib qo'yaverasizlar. 82 7 4782 chiqadi. Keyingisida 2 ni 826 ga ko'paytirish kerak ekan. Barobar 2 5 16. 5 ni ko'paytirish kerak ekan 318 ga. 0 9 15 1590 chiqadi. 8 ni ko'paytirish kerak ekan 937 ga barobar 7 kare 8 56 5 24 29 2 74. Mana shunday chiqadi va oxirgisi 7 ko'paytirilgan 298 56 5 yoqda 68 6 yoqda 2086 chiqar ekan. Keyingisi tenglikni bilgan holda deydi, quyidagilarni toping. 172 ni deydi. 172 ni ko'paytirsam 4 ga barobar 688 chiqar ekan. Endi 172 ni 5 ga ko'paytiramiz.
Bu 172 ni 5 ga ko'paytirdi degan, mana bu 688 ga 688 ga nimani qo'shdi degan, 172 ni qo'shdi degan bilan bir xil chiqadi. Buni qo'shganimda 0 6 860 chiqadi. Buni ko'paytirganimiz qulayroq menimcha. 173 ni 4 ga ko'paytirganimizda 12 692 chiqadi. Keyingisi 172 ni 6 ga ko'paytiramiz. Barobar 2 3 mana shunday chiqadi. 174 ni 4 ga ko'paytiramiz. Barobar 6 9 6 172 ni 7 ga ko'paytiramiz. Barobar 4 1204 chiqadi. 172 nimaga ko'paytiramiz? 8 ga 6 7 13. Keyingisi 176 ni 4 ga ko'paytirish kerak. 6 kare 4 24, 2 yoqda 28, 28 2 0 704 chiqar ekan. Sakkiz tortmoqchi edim. Ya 6 to'g'ri 704. Mana 24 ikkisi yodda 28 64 704. 10-chi. Ikki hunarmand bir hafta ichida bir necha tayyorlagan yasadi. Ular birgalikda birinchi usta yasaganidan 25 ta ko'p. Ular birgalikda birinchi usta yasaganidan 25 ta ko'p. Ikkinchi usta yasaganidan esa 16 ta ko'plagan yasadi. Ularning har biri nechta lagan yasagan? Ular birgalikda nechta lagan yasashgan? Qaranglar. Ikkita hunarmand, bittasi X bo'lsin, bitta ikkinchisi Y bo'lsin. Ikkalasining yig'indisi deyapti. Birinchisidan 25 ta ko'p. Ikkinchisidan esa ikkalasining yig'indisi ikkinchisidan qanchaga ko'p ekan? 16 ga. Mana bu juda ham oson. Mana X bilan X nima qiladi? Qisqarib ketadi, yo'q bu. Shunda Y barobar 25 ga teng bo'ladi. Mana bu yerda bu bilan bu qisqarib ketsa, X barobar 16 ga teng chiqadi. Ular birgalikda nechta yasagan bo'lsa, ikkalasini qo'shamiz, 41 chiqadi. Ifodalarni hisoblang va tegishli harflar yordamida so'z hosil qiling. Naqshlarni yasash uchun naqqosh qanday asbobdan foydalanadi? Mana juda ham oson ekan. Birinchi A ni topamiz. Qo'shamiz. Qo'shish juda ham oson. 78542 ga qo'shamiz. 98126, 98126 ni 176.000 mana buni qo'shadigan bo'lsam 176.668 chiqar ekan. 668. Demak, mana bu yerga qaysi harfni qo'yamiz? A harfini qo'yamiz. Endi mana buni ko'paytiramiz. 192 ni ko'paytiramiz 406 ga. 77952 chiqadi. Keyingisi 72952 bo'lsa mana bu Q harfi qo'yiladi. 728.000 ni 28 ga bo'lish kerak. Buni bo'lganimizda 26.000 chiqadi. Qaysi harf? Mana bu yerga L harfini qo'yamiz. Keyin ayirishimiz kerak. 3-sinf matematika 4-qism kitobining eng asosiy mavzulariga yaqinlashib qoldik. To'plamlar, to'plam va ularning qism to'plamlari, to'plamga tegishlilik, Euler-Venn diagrammasi, qism to'plam va to'plamlar kesishmasi. Bu mavzular to'plamlar birlashmasi mana. Shu mavzular bizlarga oldindan o'tilmagan notanish mavzular. Bu mavzularning darslikdagi ishlanishlari video yechim qilib Telegram kanalimga tashlab beriladi. Bu yopiq kanalga ulanishlik atigi mana shu
yana sizlarga qo'shimcha bunda 3-sinf 4-qism matematikasi bor-ku. Boshidan boshlangan video darslari hammasi tashlangan 4-qismning. Ularni hammasini mana 4-sinfga yaqinda o'tasizlar. May oyida o'qish tugaydigan bo'lsa, keyin sentyabrda 4-sinfga chiqib ketasizlar, to'g'rimi? 4-qism sizlarga kerak. Uni ya'ni yoz oyida bitta takrorlab chiqsanglar ham bo'ladi. Hammasini video darsi tashlangan. Kanalga ulanishlik uchun atigi 14 ming so'm to'lab, mana bu Telegramda mana shu nomerni saqlanib qilib yozadigan bo'lsanglar, karta deb yozsanglar, men sizlarga karta raqam tashlayman. Keyin 14 ming so'm tashlab berasizlar, chekini jo'natasizlar. Men esa mana shu mavzularni o'tib boshlayman sizlarga. Ya'ni video darslari tashlab boriladi. Hozir u kanalni ham ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana yopiq kanalimiz. Bu yerda 3-qism boshidan boshlab o'tib kelyapman darslarni. Videolar tashlab kelinyapti mana. Oxirgi tashlangan videolarimiz hozir mana 126, 127, 120 yakuniy darsimiz, keyin 128-dars. Mana shular tashlangan. Endi bu yoqqa mana to'plamlar mavzusi o'tishni boshladik. Videosi tashlab boriladi. Hammasi tashlab boriladi o'sha darsimiz tugagungacha. Maktab darsligidan ortda qolmagan holatda tashlab boriladi videolar. Siz ham bu imkoniyatdan foydalanib qoling. Mana shu video darslarni hammasini qo'lga kiritasiz. Mana shu ekraningizda ko'rinib turibdi. Mana Telegramda yozadigan bo'lsangiz, matematik pastki chiziqcha 16 deb yoki mana bu nomerni saqlanib qilib, karta deb yozib olsangiz, sizga karta raqam tashlab beraman. Keyin to'lov qilib chekini jo'natasiz va mana shu video darslarga hamda mana bu murakkab mavzularning ishlanishlariga, maktab darsligidagi hammasiga ega bo'lasiz. Bu imkoniyatdan foydalanib qoling. Videoda ham mana shu meni Telegramga ulaydigan link turadi videoni tagida. O'shani bossangiz ham meni Telegramimga ulab beradi sizni. Telegramda kutaman. 901 ming 5 dan ayirishimiz kerak 82 ming 825 ming 917. 75 ming 88 chiqar ekan. Keyingisi ko'paytiramiz. 7050 ni ko'paytirish kerak 9 ga. 63 ming 450 chiqar ekan. Keyingisini bo'ladigan bo'lsam 74800 ni 4 ga. 18700 chiqadi. Shu kitobni mana bu yerda xatolik ketganda menga 8 qo'yib qo'yasiz. Ikkita shunda mana bu bo'ladi. Mana bu yerga qalam bo'lar ekan, qalam. Keyingisi dushanbadan jumagacha ish kuni 8 soat. Shanba kuni esa 6 soat davom etadi. Juma kuni dastgoh 296 metr mato ishlab chiqardi. Shanba kuni u qancha mato ishlab chiqaradi? Juma kuni necha ishlagan topishimiz kerak. Mana 296. 1 soatda qancha topganini bilishimiz kerak. Qancha ishlashini o'sha 8 ga bo'lamiz. 3 dan beramiz 24. 56 ichida 7 dan beramiz. 56 nol qoladi. 37 chiqdi, to'g'rimi? 37 ni endi 6 ga ko'paytiramiz. Necha soat ishlagan bo'lsa shunga 2 to'g'ri yodda 222 metr mato ishlab chiqarar ekan. Keyin darsda ko'rishguncha xayr.